Cobalt golovkasini klapni regrovka qilishga kelgan edi. Klapan siqilib qolib kelgan. Shu klapni siqilib qolish jarayoni to'g'rilab protseka qilib klapanlarni joyiga o'tkazib yig'ildi. Endi buni ustalarga murojaat qilaman. Endi bu yerda klapanni regrovka uchun chaqlaymiz. Shu chaqlanayotgan paytda shu klapanni o'zi bilan holatda bo'ladi, zavodskiy holati. Shu tepasini chaqlab, biz ham yodiy oradagi zazorlarni to'g'irlab chiqamiz. Stakan bilan rastlar orasidagi zazorlarni to'g'irlab chiqamiz. Xo'p, shuni mana bu holatga olib kelib chaqlasak yaxshiroq bo'ladi. Sababi keyinchalik baribir 20 ming 30 ming yurgandan keyin shu klapan yana siqilishi boshlaydi. Siqilishi boshlagan paytda shu zazorimizni joyida chaqlab, zazorni masalan klapan kuymasdan kelgan, kuymagan, lekin 20 ming probekda ochdikda zazor 10 bo'lib qoldi deylik. Bu yerda o'zi положение 25 bo'lishi kerak. 10 bo'lib qolgan. Shuni joyida chaqlasa bo'ladi, yechib turib, stakanni olib turib, shu klapanni kallasini o'zini chaqlab, kerakli zazorni ochishga qulayroq bo'ladi degan maqsadda aytdim. Buni qilsak, shu mashina balki siz boshqa ustalarga borib qolishi mumkin yoki u ustalar qilsa meni oldim kelib qolishi mumkin. Klapani kuymagan bo'lsa, shuni joyida chaqlab, mashinani ishlashini yana yaxshilab bir-birimizga tipi yordam bo'lgan bo'ladi. Bu ham bitta tavsiya qilib ko'ringlar. Bir-birimizga podдержка tipi sifatida bo'ladi. Qulay bo'ladi. Xo'p, mana o'shanda bunaqa kuchli holatga keladi. Kuchli holatga kelganda bu sharoshkada chaqlab, keyingi remontga zazorni to'g'irlab ochib olsa bo'ladi. Xullas, maqsad shu. Qulaylashtirish. Yo o'zimizga ham, boshqalarga ham hammaga qulay bo'lishi bitta variant.